insonlarda har doim yomon narsani o'ylash, negativlik qayerdan kelib chiqadi? Mani qo'limdan hech narsa kelmaydi, qila olmayman, eplolmayman, uddalolmayman degan bir to'siqlarni biz avvalambor o'zimiz ongimizda qo'yamiz. Va bu ongimizda, diqqatimizda bu narsa aks etadi. Va mana shu biz diqqatimizni nimaga qaratsak, o'sha harakatlanadi va bu doimiy ravishda yomon fikrlashimizga sababchi bo'ladi. Va oxir oqibatda bu hayotimizga ham, kayfiyatimizga ham, ruhiyatimizga ham, ishimizga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi va biz salbiy fikrlovchi, pessimist odamga o'z-o'zidan aylanib qolamiz. Shunday holat bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Ertalab turganingizda chap tomoningiz bilan emas, o'ng tomoningiz bilan turishga harakat qilishingiz kerak. Kunni yaxshi kayfiyat bilan boshlashga va atrofdagilarga tabassum qilishga, har qanday vaziyat sharoitda ham o'zingizni qo'lga olishga o'rganishingiz kerak va biz bunga majburmiz.